Aka Damas'ni kimdan aka? Bizdan aka. Assalomu alaykum. Charchayapsiz? Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Qanaqasiz? Tuzumsiz aka? Bo'ladi aka. Xo'p, menga mashinangiz ko'zim yoqib turibdi. Xo'p akajon. Nech pul, nima, qanaqa? Akajon, bu mana yozib qo'yibmiz 350 dollar. 350 dollar. Boshlanish to'lovi ketadi. 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Qancha yurgan? 72 ming aka, adashmasam. 72 yurgan. Yumshoq balolar taqib qo'yilgan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi akajon ikkita joyda petnosi bor. Petno bor. Suyagi butun. Dumalagan, Yo'q, unaqa yonboshlagan, narsa urilgan. bo'lmaydi. Joningiz sog' bo'lsin aka. Keling, salon holatlarini ham ko'rsatib olaylik. Zo'r ekan lekin. Orqadagi sirenalari ham hamma narsa joy-joyida turibdi. Mehnat qilishga tayyor, qo'pol qilib aytganda. Buni olib endi qizlarga plantatsiya qilib yurmaydi, boshqa narsa. Shunaqa aka. Tirikchilik bo'libdi bu yoqda. Olgan odam mehnat qiladi, haqiqiy halol mehnat qilib pul topadi, to'g'rimi? Shunaqasini olasiz. Keling, mana shu halol mehnatkash xalqimizga yoki boshlanish to'lovisiz qilib beramiz. Balki bir sim boshlanish to'lovi qilmaydi. U yo'q endi sizni qo'lingizda aka. Joningiz sog' bo'lsin. Bo'ldi. Xullas, mana bunaqa ish qilaylik. Mana 350 dollar boshlanish to'lovi degansiz-ku. Xo'p. 350 dollar qilmaydi boshlanish to'lovi. Xo'p. Faqat bilasiz, moshina olgandan keyin baribir xarajat qiladi. Nomerni o'ziga pul olib kelsin-da. Xo'p. Notariusini, zapretini, sug'urtasini o'zimiz qilib beramiz. Bo'ladi, Bo'ladimi? akajon. Joningiz sog' bo'lsin aka. Boringizga shukr. Xullas, boshlanish to'lovisiz 400 dollar olib kelasizlar. Faqat shu nomeriga ketadi. Nomeringlarni o'zingiz taqib olasizlar. Qolgan xarajatlarni o'zimiz yonimizdan qilib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin aka. Salomat bo'ling. Xo'p.